sorular bugün Agrobank'da navbatdagi sorular bilan uchrashuvi mahalla va yo'nalish bo'yicha berilgan takliflarimiz bor. Bu biznesga birinchi qadam. Mahalla loyihasi 50 million so'm, biznesga birinchi qadamki 17 million so'mgacha. Buning so'ng qaror bo'yicha biznesga ko'mak 100 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. Bunga uchrashuvda murojaat bo'lsa, talab bo'lsa, Xo'jayevada siz qaysi kredit bo'yicha talabingiz bor? Mahalla loyihasidan 50 millionlik kreditlaringiz ma'qul bo'ldi o'shandan. Kredit olmoqchiman. Javob Zarif. Sizda qanaqa nima bor? 10 million so'mlik olish bo'yicha taklif aytdingiz, tushunami? O'sha bo'yicha ajratamiz. Bugun erta hujjatlarni ajratma qilib, ko'rib chiqib ajratamiz ekan. Shartlardan birdan o'zdan kim? Mushatolar sizdan kim? Hujjatlarni tahlil qilsangiz agar 17 million so'mlik bu qonunga ajratib, chiqarib beramiz dedi. Shu yana kimda sizda bormi? 17 million so'mlikmi, 50 million so'mlik hujjatlar Mana 17 million so'mlik kredit ajratishni so'rayaman. Hujjatlarni olib kelasan, uni olib kelib tahlil qilsangiz agar uni qisqa muddatda ajratib beramiz degan.